Biznes boshlayotganlik yana bitta muhim mavzu bu hamma mijozni qoniqtiraman. Ya'ni menda mahsulotda arzoni ham bor, o'rtanchasi ham bor, zo'ri ham bor deb turib boshlamoqchi bo'lsanglar, shoshmanglar deymiz. Hozirgi kunda bunaqa ishlash juda qiyin. U usluga bo'ladimi, mahsulot sotasizmi, farqi yo'q. Bu 3 xil mijoz, bu 3 xil olam degani. Ularni talabi, xohishi, maqsadi, muammosi hammasiniki har xil. O'shanga yarasha mahsulot bo'lib, o'shanga yarasha siz ishlashingiz kerak. Servisingiz, do'koningiz, narxingiz, mahsulotingiz hammasi o'sha mijozga yarasha bo'lishi kerak. Bu 3 ta olamni bitta qilib olib ketish hozirgi kunda o'ta muhim bir masala narsa. Juda ham problema bu. Buni qilish qiyin. Maslahatimiz fokusni bittasiga qarating. Uning uchun siz mahsulotingizni zo'r bilishingiz kerak, mijozingizni zo'r bilishingiz kerak. Keyin ishni boshlaysiz. Ya'ni analiz, hisob-kitob bilan qilinadi bu narsa. Men o'zim misol bizning mahsulotga %100 ishonmasam, men sota olmayman. Men hozirgi kunda Turkiyaning 4 ta fabrikasining vakilimiz yorug'lik bo'yicha mahsulotga %100 ishonaman. Men o'zim bilaman mahsulotimni zo'r, kim uchunligini ham bilaman. O'shaning uchun bizning tilda aytganda karillab sotamiz bu mahsulotlarni. Obuna bo'lib olsanglar, bu yerda maksimal darajada kerakli maslahatlarni beramiz. Biznesga oid biz hali bir ustoz o'laroq emas, shuni ichida biz qaynavonmiz. Sizlar bilan bo'lishmoqman, xolos.